Amir ko'rasiz, Baxtiyor qarang haligi 83-yil. gepatit D bo'ldik deydi, haligi dorisi yo'qligiga odamlar cho'chib qoladi-da, erta o'lib ketaman, sirrozga o'tib ketadi deb. Mana hozir siz pegnani olibsiz mana. Aka olib keldilar pegnani. Viruslar kamaygan, fibrozlar zo'r tushgan, 17 dan 13 ga tushgan. Yaxshi narsa. Men aytyapsiz, 16 yildan bos qo'shnim virusga dori ichib yuradi, holati zo'r mana. Haligi kasallik o'lim emas-da endi. Shunaqa. Rastorovshani urug'ini tabiiy naqada ko'proq ichib yuradi qo'shnim. Mana hozir o'shani tabiiyga o'tib oldim. Xudo xolasa mana xullas tabiiy narsani ham ichib turibman, jigarga yordam berish kerak-ku. Jigar endi baxtdan dorini ichib, baxtdan nagurskani beraversangiz, xo'ja. Haqiqatda. Shuning uchun baxtdan jigarga yordam beryapmizmi? Organizmga keraksiz narsalarni ham bermaslik kerak ekan, men o'zimcha. Og'ir nagurska ko'tarmay qo'yganman hozir. Haligi og'ir ko'tarmayman-da. Bir xil aytyapti, jigarga og'ir ishlama emas, haligi ko'tarsa bo'laveradi, faqat gapi deyapti-ku. Baribir odam o'zini ehtiyot qiladigan bo'lib qolar ekan. Masalan, taloq kattalashishi mumkin virus hisobiga odamda, jigarda qotish yo vena portida dimlanish bo'ladigan bo'lsa, shu og'ir yuk ko'targanda qizil o'ngachdan qon ketib qolish holati kuzatiladi-da. Masalan, jigar sirroziga o'tgan holatlarda. Bir tarafdan odam o'zini ehtiyot qilish kerak. Gapingiz to'g'ri. Ichish chekish, zararli odatlari, damiglas ichish chekish, o'shalarni yo'qotish kerak. Chunki jigarning eng asosiy dushmani bu alkogol. Bizda noto'g'ri taomlanish juda kuchli-da aka. Haligi meshatga berilib me'yor degan narsa yo'qda odamlarda. Bitta o'tirdim hozir uyda ovqatlandi, o'rtoqlar gapga chaqirsa gapga borib, yana ovqat yeb qo'yadiganlar bor. Bu hammasi organizmga og'ir. Jigarda parchalanadi hamma narsa, to'g'rimi? Yog'lari, toksinlari zararsizlantirgan mana shu jigarimiz nagruska qiladi-da. Endi maslahat aka, bitta umumiy qon ko'ramiz, ALT bilirubinlari ko'ramiz, trombositlari, общий белок ko'ramiz. O'zida endi hozir taloq sal kattaroq. Endi talog'i kattalashiga sabab juda ko'p-da. Endi mana pegnani olganingiz ham bo'lishi mumkin aslida. Qachon oldingiz oxirgi marta? Necha yil bo'ldi? O'tgan yil oldingiz, a? Masalan, virus aktivligi hisobiga ham taloq kattalashgan bo'lishi mumkin. Shamollashdan ham kattalashadi. Kattalashadi. Liboy virusli bakterial infeksiyalarda taloq o'ziga bosimni qabul qilib oladi-da. Immun tizimini bitta asosiy ustuni-da taloqimiz. Immunitetni o'sha chiqnaqa qilib beradigan organizm. O'shanga shu fermentlarni ko'rsak, o'zi umumiy qonda sizda gemoglobiningiz necha aytib beradi bizga. Trombositlar qanaqa holatda turibdi, leykotsit, limfositlar qanaqa holatda. Bitta soya agar baland chiqadigan bo'lsa, bitta CD analizdan ko'rib qo'yamiz. CD yo'lingizda shamollash bo'lsa ham baribir ta'sir qilmaydigan qilishimiz kerak hamma narsani biz. Keyin o'sha lecheniya zo'r ketadi. Virusni dorisini shu zo'rini topdim deyapsiz, ta'sir qilyapti menga deyapsiz, o'shani ichib yuravering tafnatni. Uni to'xtatmaysiz. Prosta qo'shimcha ravishda fosfoglif urso degan tabletka bor. Effekt zo'r beryapti. Tarkibida ursasan bilan glitseronoviy kislota bor. Ursasanni asosiy vazifasi mana shu jigarimizdagi qurumlarni tozalab beradi. Endi xalq tilida tushuntiradigan bo'lsak, jigarni gepatositlar ichida har bittasida qondan bilirubinni tozalab oladigan kanalchalar bor. Shu kanalchalar yaxshi ishlashi, bilirubin kanalchalarga zarar yetkazmasligi uchun shu ursasan himoya baryerini bajarib beradi, o'tingizni suyultirib beradi. Plus suyuqlikni ko'paytirasiz. Piyoda yurish обязательно qo'shishimiz kerak bo'lgan narsa. Kamida 1-2-3 kilometr. Iloji boricha ko'p yuravering. Ertalab uyg'onib suyuqlik ichib olib, ertalab turgan holatingizda 1,5 litr issiqroq suv ichishingiz kerak edi. Yesangiz ertalabki yog'li ovqat bo'lishi kerak. Tuxum pishirtirib olasizmi? Hani o'timizni haydab berish uchun yog' kerak edi biz organizmimizga. Yengil zavtrak shu. Olang ikkita tuxum yoqqa pishirtiring. Olang yo mastava yarim kosa nonni kamroq qo'shgan holatda ovqat yeb piyoda yuring, cho'tki bo'ladi effekt. Dorilaringizni o'sha rejimda ichib ketaverasiz aytilgan vaqtida. Xudo xolisa natija bilinadi o'zingizga. Vitamin E qo'shamiz ertalabki zavtrakka. Ovqat bilan birgalikda bittadan kapsula vitamin E ichib ketasiz. Hindistonga borsangiz ham, Rossiyaga borsangiz ham o'zini hurmat qilgan vrach jigar sirrozida, jigar kasalliklarida vitamin E ni qo'shadi. Asosiy vazifasi antioksidantda, ya'ni organizmda to'qimalari chirishi, nafas olishini qiyinlashishini bloklaydigan narsa. Ya'ni to'qimalari svejiy holatda saqlab qolgan, ya'ni oksidlanishini, zararlanishini bloklaydigan narsa vitamin E. O'shani berishimiz kerak.
effekt zo'r bo'ladi xudo xolasa. 3 oydan keyin bitta fibroskan повтор tushiladi. Mana analizlarni ko'ramiz, agarda ALT bilirubinda o'zgarish yoki ko'tarilish bo'ladigan bo'lsa, unga qarab lecheni yozamiz. Agar ukol olish zarurat bo'ladigan bo'lsa, 5 kun yoki 7 kun ukol olinadi. Haligi naqa ham bor haligi dori aytdim ukolni. Geptral ham olib turadi. Geptral yaxshi ukol. Hozirgi kunda nomer 1 desa bo'laveradi. Chunki deb turardim 5 kun o'shandan. 560 ming chiqyapti ukoli. Shunaqa. Hozirgi momentda 11 may 2026-yil gapiryapmiz. 2 yildan keyin ko'rib Geptral 500 ming deyapsiz, doktor tobering deyishi yo'q. Geptralni ukolini tomirdan jo'natish kerak. Qondan beradi. O'sha sistemaga qo'shib yuborardi. Sistemaga qo'shtirmasdan ham olish tavsiya qilaman. Ko'pincha tomirdan. O'zini shu ellizin bilan eritiladi. Ellizin bilan eritib turib 5 yo 10 gram natriy xlor qo'shib jo'natish mumkin. Hali bezovta qilmagan, o'zini ham jo'natganmiz. Hali qornida suv bor, ochiqcha suyuqlik ketmaydigan kasallarga Geptralni o'zini jo'natamiz. Yaxshi rezultat beradi-da. Hali bosh miyada ensefalopatiya berganda, xayol chalg'ib, hali jigar bilan yetishmovchilik bo'lganda ammiak ko'payib ketadi qonda. Hali ammiakka arenchinoid sikl degan narsa bor. Jigardan zararsizlantirib, mochevinaga aylantirib, sidik bilan chiqazib yuboradi-da. O'sha jarayon buziladi jigar sirrozlarida, o'shanda ham cho'tka effekt beradi. Hali Gepamers o'shanga o'xshagan ukollar bilan birgalikda kombinatsiya qilib ishlatilgani zo'r bo'ladi. Mana shu lechena o'rganimda 3 oy, har 3 oy повтор lechena olaverdimda, endi va'da. Yaxshi qilgansiz o'sha narsani. Masalan, olgan ukollar naqalarim ham bor, doktor yozgan. Ko'pchilik puldan qochadi-da bu kasallikda. Yo'q, bu rosa pulni ichadigan kasallik, tan olish kerak. Nima qilish kerak? Mashilla mana doktor Alining dorisini 4 oy ichdim. Rezultat bo'ldimi yo'qmi? Ochiq gapiraylik mana shu yerda. Mana bu doktor Alining naqasini 1 oy ichasiz dedi. 1 million 370 mingdan oldim. Olib kelib eshitdi Qo'qonda. Xo'p. 1 oy ichmadim. 3 pachka olib ichdim. Bu degani 3 oylik bo'ladi. 3 oy ichdim. 3 oy ichib, keyin ular aytishdi, bizga qonni tekshirish shart emas virusi dedi. Fibroskan qiling dedi. Fibroz past tushgan bo'lish kerak dedi. Xo'p. Keyin fibroskanga tushganimda mana shu natijaga erishdim endi. Lekin 4 da turibdi. Fibroz 4 da, lekin 17 dan 13 ga tushgan. Endi unda balki o'zingiz nimalar qildingiz? Masalan, alichoy o'zi bilan bu narsa bo'lishiga men ishonmayman-da, asli. Keyin men jichani ular bilan ham tortishib qoldim. Sizlar pasayadi deyodilar, 3 ga tushadi, hech bo'lmasa deyodilar. Hech nima rezultat bo'lmadi. Deb endi jichanaqa tortishib qoldim. Hozir ular bilan anaqani atnasheniyani uzdim, chunki rezultat uncha bo'lmadi-da. Endi bilmadim. Bundan tashqari men jigarga yordam beradigan rastorovcha ichgan bo'lish. Только rastorovcha bilan keyin o'tib oldim. Rastorovcha o'sha immunitetimni ko'tarib, ko'proq rastorovchani, keyin karsil ichib yuraman ovqatdan oldin. Endi tarkib bitta rastorovcha asli. Karsilni ertalab kechqurun bitta ovqatdan oldin ichib olaman karsilni. Bu ham qimmat dori. O'sha menga Rossiyada bitta professor karsilni postoyan ichib yur deb maslahat bergan. Zo'r dori endi. Arzon tushadi. Bu jigarni toksinlardan himoya qiladi degan. Endi men xullas hozir rastorovchaga o'tib oldim. Yaxshi rastorovchada natijalarini ko'rib turibmiz. Shu 16 yil bo'ldi shu kasal bilan deyapman-ku. Tafnat ichadi rastorovcha, boshqa narsa umuman u lecheni ham olmaydi, yotmaydi ham. Tekshirmaydi ham. Tekshirganmisiz deb kecha gaplashsam, yo'q tekshirmaganman ham dedi. Ovqatlanish rejimda ishlaydi u kishini. Ozg'in. Sportdan dars beradi ama. Meni o'zim ukamda ham menikidan ko'p chiqdi virus deydi. Birdaniga 1 yil ichida. 1 yil oldin tushganda nechta dram bo'lgan, shu Fayoz doktor o'zimiz doktor nima qiladi deganda hech nima qilmaydi, yo'q ekan pashta, kam degan. 1 yildan keyin 29 millionga ko'tarilib ketdi. Keyin u ukam ham oldi mana shu ukoldan Pegnanodan 5 kun oldi. Shu bilan u o'zi sportdan dars beradi, futboldan trener Toshkentda. Men bu ukol dori doktor aytdi Toshkentda, ukol dori emas, o'zing sport. Hozir u faqat kun kechasi tirnovka qilib yurish bilan virusni umuman pasaytirib tashladi. Menikidan pasayib ketdi. Tafnat ichadi.
Tafnatishmaydi. Ular tafnat ham ichmaydi. Boshida ichuvdi, tafnatni bir ikki oy, endi yolg'on bo'lmasa, bir ikki oy ichdida o'zinikini ham menga berardi. Aka, men ichaverdim, men ichmayman. Men o'zimni mana shu tabiiy naqa bilan Rastoroshan o'zi bilan. Rastoroshan u ham naqa tolqon qilib, ichib, o'ziga qarab yuradi. Odamni psixologiyasi ham ko'p narsaga bog'liqda, ochig'i. To'g'ri. Meni sal asabim chotoqroqda, kichik narsaga asabiylashib ketaveraman. Katta doktorlar birinchi o'rinda asabni tinchlantiradi. Asab yaxshi bo'lsa, odamning organizmi yaxshi yuradi. Asabingiz ketdimi, o'sha hamma kasallik asabdan bo'lib chiqadi deyapti. Endi nima qilyapmiz, o'zimiz bosishga harakat qilyapmiz. Kasallikni o'ylamaslik kerak, masalan, o'ylamaslik kerak. Insonlar o'zi xohlagan, o'ylagan narsasiga aylanib boradi-da. Masalan, ko'pchilikda eng dahshatli narsasi sirroz bo'lib o'lishni o'ylaydi xolos. Gepatit bo'lib qolgan desa, o'sha birinchi kundan hatto davolanadigan gepatit bilan davolanmaydigan farqi yo'qda. Hali oddiy misol, gepatit C bor, dorisini ichsa tuzaladi 100% ham asorat qoldirmaslik kerak-da. Boshida aniqlansa, lekin o'sha kasallar ham hali miyasiga quyib stressga kirib qolganiga sirrozga o'tkazib yuboradi-da. Dori ichgan holat ham sirrozga o'tib ketib qolgan holatlar bo'ladi-da. O'shanga aytamanki, hali stress eng katta dushmanda kasallikda. Shunaqa ekan. Lekin xayolingizga kelib qolaverar ekan. Endi iloji yo'q u narsani hali o'ylamasligi. Aslida unutish kerak ekan. Endi odamlar qanaqa o'lishini bilmaydi. Bu kasallik bilan yuzga kirishingiz ham mumkin-da, bu kasallik bilan. Qanchaga bormasligingiz ham mumkin. Ne только mana shu sababchi bo'lib. Endi odam bu issiqjon bilasiz-ku o'zingiz. Mana bu yerda bemorni ko'rdim, haqiqatda ifa topshirgan xolos endi haligi yosh katta odam pul sarflagisi kelmaydi-ku bizda. Ifada gepatit B turibdi. 90-yildan bos ayol kishi kasal ekanligi ayol. Yosh katta. 70 dan o'tgan holatda endi больницада yotibdi, davolanyapti. Kasal demaysiz-da haligini ko'rib. Prosta deydi, bir yilda bir marta yoki ikki marta yotib davolanaman deb qo'yadi. O'zi uchun o'shanda ham hali charchoq narsasi yo'q ekan. Jismoniy faol ayol ekan-da endi. Hali qishloq joyda ishlaymiz deyapti. Hali uyi bo'lgandan keyin moliga qaraydi. Jismoniy u bu ekadi, u bu uyushtiradi. Hali kasallik o'ylagan vaqti bo'lmas ekan. Yutug'i. Biz odamlar yutqizib qo'yayotgan narsasi shu kasallikni o'ylab qolib ketib qolamiz-da. Hozir ayolim ham bo'lgan, endi o'ylayveryapti, tekshirtirmasam bo'lar ekan. Nimaga tekshirtirsang, o'zingga yaxshi, o'shanga qarab harakating qilasan, o'shanga qarab parhezing qilasan. O'zingga qaraysan. Ham charchoq bo'lyapti menda. Xullas shunaqa, uni ham davolashim kerak ayolimga. Chiqdi, senatmadim lekin sonini. Beni ham qon analiz birga tekshirtiringlar, hatto muammosi yo'q. Ikkovlarining holatlarini ko'rib maslahatlashamiz, bir lecheniya qilaveramiz. Problemasi yo'q. Be strashniy ham emas-da. Ben o'zi bo'lsa, dorisini ichsa, masalan, boshlanish jarayonida tuzalib ketgan kasallarimiz ham bor-da. Hali virus miqdori kam bo'lsa, dori ichgandan keyin virusi butunlay tuzalib ketyapti. Hali jigar DNKsiga kirib ketmagan holat bo'lsa. O'sha narsani nazorat qilib endi 6 oy ichida surunkalik o'tadi, любой kasallik. 6 oydan keyin o'sha surunkalik hisoblanadi. Ashinasi ham bor. Buni hali inobatga olishimiz kerak-da. Bir 3 oydan keyin xudo xolasa ko'ramiz natijani. Bir xil tempda men aytgan narsalarni qo'shasiz. Gruppangizga qo'shib qo'yarkansiz. Gruppaga qo'shib qo'yamasiz ham. Xudo xolasa. Gruppamiz bor deb o'sha laborant o'sha kuni nomeringizni men telefon qilgan kunim ko'tarmadi o'sha kuni. Narsaga yozib qo'ydim, men vaqt bo'lmay qoldi. Meni ham uyga kasal keladi, chaqirib qolishadi, klientlarim bor o'zimni. Ashali vaqt bo'lmay qoladi. Shayda o'zimiz To'raqo'rg'onda, infeksion больницada. Keyin rasa yaxshi doktorlar, men o'shalarda davolanganman. Toshkent naqalagacha borganman virusologiyalarchiga. O'shalarda davolagan gruppamiz bor. Sizga keyin nomeringizni tashlang deb nomer tashlab. Yozuvdilar, tashlab yubordim nomerni. Keyin o'shanda menga nomeringizni berdim. Naqa gaplar. Endi menga bo'lmasam chiroyli qilib bir parhez naqalarni yo o'sha qon naqalarini aytsangiz, men topshirib bo'ldi. Xohlasa bitta natija qilamiz-da, xudo xohlasa. Bo'ldi gapi, xudo xohlasa. Endi shifo Xudodan aka, asli biz sababchi harakat qilamiz hali. Xudodan shifo, Allohdan so'rayman namozlarimda ham. Alloh shifo bersin, iloyim. Ko'rinib turibdi haligi tartib bilan yashagansiz, disiplina bilan. Endi chunki sizga o'xshab besini bir xil holatda ushlab yurishi o'zi qiyin-da, rejimda ovqatlanish o'zi muammo-da. Masalan, mana gaplarga boramiz-ku.
Oshni ham ko'p yeyman, ozgina. Yeymanda bo'ldi, chiqib olaman. Nima yemaysan bo'ldi. Qonim to'ymaydi. O'zim organizm bo'ldi deydi. Yaponlarga o'xshab yashash kerak-da. To'yguncha yema deydi. O'lmagiday bo'lib. Bu tabiiy narsalar foyda bo'ladi. Sizga plyusga ishlaydi. Qizilcha. Qizilchani blenderdan chiqarib, sabzi aralashtirib, bitta olma qilib, oshqovog'ini ham xomlicha chiqarib, suvini ichib yurdim. Masalan, yaxshi natija. Hozir gemoglobin nima aytadigan bo'lsam, gemoglobin 120 chiqdi, yaqinda 122 chiqdi. Gemoglobin. Nechigacha tushib ketdi kasallik boshida? Men ilgari anemiya bilan kasal bo'lganman. Qonim 90-70 ga yurardi. Mana shu Rossiyada qon ketish bo'ldi, oshqozonimda yazga yorilib ketib, orada ko'zimdan travma qoldi, bundan ko'p qon yo'qotdim. Ana shundan keyin bilmadim, organizm o'zi haligi qon ishlab chiqarishga nima qilib qoldimi? Qonni ko'tarib yubordi gemoglobinni. Gemoglobin yana jicha pastroq, lekin 122 oldingi bo'ydorlik paytimdan yaxshi ancha. Ilgari past yuradi. Oldin asab chatoqroq bo'lgan bo'lsa, oshqozonda gastrit o'ttirib olgansiz, yazma qilib o'ttirib olganman. Bu asabga ham bog'liq oshqozon. Asabga bog'liq. Oshqozonda hamma kasal bash 100%, 12 barmoqlicha oshqozondagi asabdan. Asli. Shunday qilib og'riqni ham ko'tarardik. Kurashda og'riq nimalarni ko'tarib, o'shanda jigarga jicha muammo qilib olganmanmi? Haligi shu virus naqa bo'lishiga ham o'zim sababchi bo'lganman-da. Xudo xolasa hozir rangi ro'yingiz yaxshi aka. Kasal demaydi hech kim. Kasal demaydi hech kim haqiqatda ko'rib. Prosta endi ichingizdagi dushmanni sekin nazorat qilib turish kerak-da. Turish kerak. O'sha men tafnatishdan bloklab. O'sha jigarni chekirib bo'lgan dedi doktorimiz ham. U jigar to'qimasiga kirib bo'lgan. Kirib bo'lgan u unaqa delta deyar ekan. Endi siz o'sha tafnatni ichib yursangiz, o'sha shikast bera olmaydi. Uxlab o'tadi o'shaning ichida deyapti. Faqat qonga chiqqanini yo'qotib yuboradi-da. Yaxshi. Qonga chiqib yo'qotib ko'payishga ham nima bo'lmaydi. Ulgurmaydi. Keyinchalik o'sha qondan jigardan ham chiqib ketish ehtimoli bo'ladimi shunda? Xudo xolasa to'qimalar tiklangani sari yaxshilanadi. Jigar yosh bo'lsa o'zi to'qimalarni tiklab oladi. Jigar tiklangani sari sekin-sekin. Endi bu faqat jigar o'ziga o'tirmaydi, shunisi ham bor. Boshqa to'qimalarga ham o'tirib olish ehtimoli bor-da, buni DNKsi bir kishi. Shuning uchun Xudo xolasa yaxshi bo'ladi deb harakat olib ketilaveradi-da. Nazorat ostiga olamiz, Xudo xolasa. Katta rahmat sizga. Salomat bo'ling. Endi bir nima bo'lib qolsa, Xudo xolasa effekt qilamiz endi. Effekt qilsak. Eng katta narsa shu hech joyga bormadim. Xullas hamma joyga qilish, shu Alisher doktorga borib turardim. Keyinchalik ularga ham bormay qo'ydim, uzoqroq. Keyin mana shu tavsiya bo'yicha shu unaqa tavsiya bergandan keyin yo'lga keldim-da. Yaxshi zo'r. Va'da fibraskanlar bunday. Fibraskanda men tushunmadim. Aqob qo'yish kerak. Adamga. Anoniki o'zi edi u. Ha, o'zi yo'q. Mana shu ichidan ekan. Beri organman. Rasmda bor ekan. Xullas, menimizga qon tomirlarini ham ko'rib beraymi dedi, ko'rdi-da. To'plardan yaxshi unaqaligi. Varikozный расширение yo'q anunda. Qon tomirlarini tushunmadim, qizil haligi qizil o'ngach venalarida o'zgarish bermagan. Mana holat men tushunmadim. Meni qizil, ko'k, nimasi? Arteriya bilan venalari ichidagi narsa, oqim. Yaxshi-ku? Ha, yaxshi. Bunaqaligi. Lekin dedi, jigar dedi, mana bunaqasi yuzasi viruslik dedi. Bunaqa bo'ladi. Hamma virusli gepatitlarda jigar notekis bo'lar ekan. Ya u ta'sir qiladi-da yuzasiga. Mana akani fibraskanlari teskari ko'rinyapti, lekin 17 to'g'ri bo'lgan. Keyin 13 ga tushganini ko'rdim. 12 ga birga tushgan ekan. 12 ga bir. Kamerada prosta teskari ko'rinadi. Kamerada. Hozir. Ona ketur. Mana bunda 17 to'rga tushgan. Burada mana 17 bir turibdi. O'shanda
2024dagi holat ekan. 23-fevraldagi ekan, mana 13-25 turibdi. Akadan zo'r gap bo'ldi. Mana chuvalchani yutib turaman dedilar. Chuvalchangi utaman, chunki men uni Chuvalchanga Ibn Sinoning kitobidan yozgan. kitobida yozgan, men utaman chuvalchangi. Sababi endi odam Tayyor sizga oqsilda chuvalchang. Chuvalchangni utsam yaxshi yuraman. Belimda mana Albumin ichasiz-ku. O'sha chuvalchang beraveradi o'sha. Chuvalchang. Butun utaman. Haligi laynimda ostiraman-da, och qoringa tomoqqa tashlab utib olaman. Hech naqasi yo'q. Uni haligi bir xil odam ko'ngli tortmas ekan. Oddiy toza joyda, loydan boshqa narsa yemaydi. Haqiqatda. Ko'proq men rastorovshi tikkanni bilasiz-ku. Chonqoq paytda rastorovshini ildizini tagiga hamma chuvalchanglar kelib oladi. Unaqasini oladi suvini. Ajni ko'proq ichaman. Rastorovshini o'zi olyapti unaqasini. Akadan life hack. Keyin yana nima? Mana shu chuvalchangni utib 2 yil oldin, 2 yildan ichayotgan bo'lsam, belimda greja bo'lgan. Bir yilda 2 marta lecheni olardim, qiyshayib qolardim greja. Greja, oyoq og'rig'i, bo'g'in og'rig'idan asar ham qolmadi menda. Yengil o'tirib turaman. Ilgari yozsam tura olmasdim, tursam yota olmasdim, qiynalardim. Hozir chuvalchang yegandan beri yengil bo'lib qolganman. Haligi bo'g'in og'rig'lar yo'q, bel og'rig'i greja qolmadi, xudoga shukr, yo'q ketdi. Chunki bitta o'rtog'im greja bo'lib belini operatsiya qildirdi. Bir oydan keyin yana operatsiya qildirdi. Men tavsiya berdim, beshda kuladi. Keyin o'zi chuvalchangni yegandan keyin men hozir Qozog'istonda ishlayverdim. Belida muammosi qolmadi. Belda muammo qolmadi. So'yak singanlarda, masalan so'yak yorilishlarda juda effekt beradigan narsa chuvalchang. Jigarga ham men jigarga cho'dim. Jigarim ham xudoga shukr. Endi oqsil ekanda, chuvalchang ikkiga shunday bo'lsangiz, bittasi haqi bittasi vaqi qarab ketaveradi, yashayveradi. Yashaydi. Shunaqa jigar to'qimalardan ham tiklar balki. Bari endi Allohdan haqiqatdan xabarchi xolos ular. Yo, omma shifosini bersin. Katta rahmat, juda foydali ma'lumot bo'ldi. Insonlarga manfaatli bo'lsa, masalan, foyda olsa, savobi sizga ham, menga ham tegib turadi-da. Shunaqa. Yaxshi narsa. Ko'pchilik ko'ngli bo'lmasligi mumkin. Biz ichayotgan dorilarning nimadan tayyorlanishini bilmaymiz. Haqiqatda. Biz tabiiy narsa, ko'proq tabiiy narsani ham mana shu qilib turish kerak. Sababchisini qilaverish kerak. Haqiqatda. Chunki men Namanganda o'sha Alisher doktor ham aytdim, to'g'ri dedi. Bittasi dedi, mana shu menga aytdi, mana shu chuvalchangni utib yaxshi bo'lib ketdim deb aytdi, dedi. Siz ikkinchi odam bo'lyapsiz dedi. Men dadamga ichira olmadim-da, dadamga ichira olmadik. Iching desak ichmadilar. O'sha 8 yil yashadilar mana shu kasallik bilan. Dadamda virus bo'lmagan, virussiz sirroz qandaydir xavfli hisoblanadi. U xavfli, autoimmunlik ketadi-da unda haqiqatda. Sababini bilib bo'lmas ekan nimaga. Immunitet noma'lum sabablarga ko'ra jigarga hujum qilaveradi. Hatto jigar to'qimasini o'zini organizm himoya qiladigan tizim yemirib boradi-da. Hatto tibbiyot aralashsa ham qiyin. Dasha jigar perisadka qilganingizdan keyin yangi jigarni ham mashina qilib yemirib yuborishi mumkin. Aytaylik, buzilgan tizimni ilik perisadka qilib, hali onkologik jarayonga o'xshagan narsa-da ham. Oq qonga o'xshagan holat-da ham. Shunaqa bo'lib qoladi. Viruslarniki endi bilasiz sababini. Viruslarni bilasiz. Virusdan deysiz. Bo'ldi, virusga qarshi kurashasiz, jigarga yordam berasiz, jigar o'zini tiklaydi. Chunki jigarga yordam bersangiz, jigar eng yaxshi naqa jigar ekanki, jigar o'zini tiklashga juda yaxshi naqa ekan. Ama chuvalchang uchun rahmat lekin. Juda zo'r bo'ldi haqiqatdan. Bel og'riyotgan, oyoq og'riyotganlar juda ko'rsa zo'r bo'ladi. Bittasini tovoni singan, tovon sinsa ham bilasiz, o'ta bitish qiyin ekan. Yurish ham. Bir oy chuvalchang больницаga borganda tovon bitish qiyin, ancha kerak. Yillik kerak degan ekan. Bir oy chuvalchang o'tib shunday yurib borganda doktor ishonmayotgan ekanda. Qanaqa qilib tuzatding chuvalchang? Mana shu o'zimizning qishloqda. Chuvalchang bilan yaxshi bo'lib ketdi. Chuvalchang endi hamma kulishi mumkin, lekin odam sog'lig'i uchun ichish kerak. Mana bizni 3 ta farzandim bor. Bularni boquvchisi kim? Biz bitta men o'zim boquvchisiman. Bularni kelajagi uchun biz kuchli bo'lishimiz kerak, sog'lom bo'lishimiz kerak, o'zimizga qarashimiz kerak. Haqiqatda. Shunaqa. Aka, sog' bo'lasiz, video uchun rozi bo'lasiz. Katta rahmat. Xudo xolasa gruppalarga naqlib. Hammaga tavsiya berib
unaqa qilasiz, xudo xohlasa. yaxshi bo'ladi. Yaxshi natijalarni olsak, sizga ham bizga ham Foydali. foydali.